ئاچكۆزلۈكنىڭ ئاقىۋىتى. Burunqi zamanda nəhayət aşköz bir axunum ötken ekan. U taliblari bilan to'y tükün nazar chiroqlarga borganda noz ne'matlarning hammasini o'zi yeydi ekan. Andin u taliblarga qarab, "Ha, taliblarim, men yesam sizlar yeganga o'xshash emasmi?" deb qo'ydi ekan. Taliblar bu gapni anglab lamjim deyishmaydi ekan. Bir kuni axunum taliblarni sayliga boshlab chiqibdi. Bu kuni nəhayət issiq bo'pti. Axunum suvga cho'milib olay deb kiyimlarini yechib suvga cho'milishga boshlabdi. Taliblar axunumning suvga cho'milib bo'lishini kutib o'ltiribdi. Daryoga tuyuqsiz kelkin kelib, axunumni iqitib ketibdi. Axunum taliblarga qarab, "Meni qutuldirib olinglar" deb jinining berichi varqirabdi. Taliblar, "Axunum, biz aman qalsaq, sizlar aman qalganga o'xshash emasmi?" deyishibdi. Shunda qilib, axunum suvda iqib ketibdi.